Bilasizlar, bizning Sardorjon o'rtog'imiz marafon yuguradi. O'sha marafon davomida u tepaligiga chiqadi, pastga tushadi. Tepaligiga chiqayotganda soatiga 6 kilometr tezlik bilan tepaligiga chiqadi, 8 kilometr soat bilan orqaga qaytib tushadi. Demak, savol, Sardori o'rtacha tezligi necha? 7 deyotgan bo'lsanglar, 6 ga 8 qo'shib 2 bo'lib, bu ozgina noto'g'ri. Chunki 6 kilometr soatdan bir xil masofani bosib o'tayotganda odam ko'proq yuguradi, 8 kilometr soat tezlikda yugurayotganga qaraganda. O'shaning uchun ham sizlarning chiqadigan javobinglar 6 ga yaqinroq bo'lishi kerak. Biz o'rtacha tezlikni qanaqa topamiz? Umumiy bosib o'tilgan masofani umumiy ketgan vaqtga bo'ladigan bo'lsak, o'rtacha tezlik kelib chiqadi. Formula bor. S teng V ko'paytiramiz T formulasi. Bu yerda S yo'l, V tezlik va T vaqt. 6 ham 8 ham bo'linadigan bo'lish uchun masofani o'rtacha 24 kilometr deb olaylik. Demak, 24 kilometr soat masofani tepa yugurib chiqayotganda 6 kilometr soat tezlik bilan yuradigan bo'lsak, bizda u masofani bosib o'tish uchun 4 soat ketadi. Pastga tushishimiz uchuncha yana xuddi shunaqa 24 teng 6 ning o'rniga bu safar 8 ko'paytiramiz 3 soat chiqadi. Umumiy tepaga chiqib pastga tushishga ketgan vaqtimiz bizda 7 soat. Umumiy masofamiz bizda qancha? 24 kilometrdan 2 ta, chunki biz tepaga chiqdik, pastga tushdik. Bu 48 kilometr. 2 ko'paytiramiz 24. Biz V o'rtani topmoqchimiz, ketgan vaqt bunga 7 soat. Shunda V o'rtamizda chiqadi, bizda 48 taqsim 7. 6,86 soat. Boshida aytganimizdek, javobimiz 6 ga yaqinroq bo'lishi kerak, 8 ga qaraganda ko'ra. Rahmat sizlarga.